Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz korroziya haqida o'rganamiz. Ma'lumki, korroziya bu metallarning kimyoviy va elektr ta'sirida yemirilishi hisoblanadi. Ko'plab metallar bizga ma'lum. Misol uchun, temir, nikel, xrom, mis, oltin, palladiy har bitta metalning o'zining fizik kimyoviy xossiyatlari bor. Shu metallar ichida temir eng ko'p ishlatiladigan konstruksiya elementi hisoblanadi. Temir korroziyaga tez uchraydi va zang holatiga, ya'ni ruda holatiga o'tadi. Ushbu videoda biz hozir korroziya haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz. Mana bu yerda temirni eksperiment sifatida oldi metalni va uni korroziyaga uchratuvchi moddalar suv va havo aytib o'tildi. Sababi temir eng ko'p ishlatiladigan metal mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Chuqur muhitda shu metal, temir metali solindi. Birinchi muhitda mana bu yerda distillangan suvga temir metal solingan, tarkibida kislorod mavjud emas. Suvda temir zanglaydi qachonki erigan kislorod tarkibida mavjud bo'lsa. Bu yerda kislorod olib tashlandi, qaynatilib, ustki qatlamali yog' bilan qatlam hosil qilindi, kislorod erimasligi uchun suvga. Suvda temir zanglaydi, faqat kislorod erigan bo'lsa yoki shu suv bo'lsa. Mana ikkinchi muhitda esa quruq havo, ya'ni tarkibida namlik suv mavjud bo'lmagan havo, faqat kislorodni o'zi. Bu yerda ham temir metali zanglamaydi. Ikkinchi muhitda ham zanglamadi. Lekin qachonki mana uchinchi muhitda kislorod bilan suv mavjud bo'lsa birgalikda, temir metali korroziyaga uchrab, zang holatiga keladi mana. Mana bu yerda korroziya, o'sha korroziya temir metalning yuzasiga ketgani haqida ma'lumot beryapti. Suv va kislorod mavjud. Shu moddalarni temir metalning ustida mana korroziyani hosil qildi. Natijada temir metali zang holatiga o'tib yemirildi. Yangi material mana bu ustida yana zangladi va zang qo'porildi va yana qayta zanglash yuz berdi. Ushbu jarayon oxirgi qatlamgacha boradi, yana zanglab ketadi. Bu yerda alyuminiyni korroziyaga uchrashi haqida ma'lumot beryapti. Alyuminiy ham metal hisoblanadi. Alyuminiy korroziyaga uchraganda oksid parda hosil bo'ladi. Mana yashil bilan chizgan. Ushbu oksid parda himoya qatlam hisoblanadi, ya'ni keyingi qatlamdan pastki qatlamga korroziyani o'tkazmaydi. Temirda bunday xususiyat yo'q. Oksid pardasi kuchsiz yemirilib ketadi. Zangi oksidda, temir oksidda 3 oksid hisoblanadi, o'sha yemirilib ketadi. Lekin alyuminiy 3 oksidda bu yerdagi korroziya qatlami alyuminiyni himoya qiladi. Pastki qismdagi alyuminiyni himoya qiladi. Ruhda ham xuddi shunaqa xususiyat bor. Ruh oksidi ham oksid parda himoya qatlamiga ega. Mis ham hatto korroziyaga uchraydi. Mis korroziyaga uchraydi. Havo tarkibidagi karbonat angidrid bilan reaksiyaga kirishib, sariq rangli mis yashil rangga o'tadi. Qachonki korroziyaga uchrasa. Faqatgina oltin korroziyaga uchrashi juda qiyin. Suv ostida ham, suv ustida ham. Ya'ni korroziyaga uchramaydi, ya'ni zanglamaydi. Endi korroziyani oldini oluvchi usullar haqida aytib o'tadi bu yerda. Qoplama usuli birinchi usulda mana suv va kislorodni temir bilan ta'sirlashmasligi uchun qoplama usullari aytib o'tiladi. Birinchisi bo'yoqlar orqali metalni bo'yash. Eng ko'p ishlatiladigan usul hisoblanadi. Mana kiyimlarni bo'yash. Ikkinchi usul bu yog', ya'ni og'ir neft fraksiyalari orqali yog'lash. Misol uchun harakatlanuvchi qismlarda, masalan, pachumnik, porshning shunga o'xshagan narsalarga yoki zanjir mana shunaqa. Keyingisi esa elektr usuli orqali o'sha zanglashni oldini olinadi, metal zanglashini oldini olinadi. Oksid parda orqali mana bu yerda aytib o'tdi, mana zanglashni oldini olish haqida ma'lumot beradi. Mana aytib o'tganimizdek, bu yerda rux bilan alyuminiy oksid parda hosil qiladi, korroziyaga uchrab. Oksid parda himoya qatlam hisoblanadi va metalni korroziyasi qolgan qatlamlarning korroziyaga uchrashini oldini oladi.
qachonki ikkala usulni qo'llagan bu yerda, ya'ni temirni ustini mana rux bilan qoplaganda, rux havo tarkibidagi kislorod va suv bilan reaksiyaga kirishib, bu yerda oksid parda hosil qiladi. Pastki qatlamdagi temirda mana bu yerdagi temirni korroziyaga uchrashini oldini oladi.